Real Madrid yoki Barselona hozirda dunyodagi eng kuchli jamoa qaysi? Siz Real Madrid jamoasi deb o'ylashingiz mumkin. Bir paytlar rostdan ham Real Madrid dunyoning eng yaxshi jamoasi edi, ammo Real hozirda muammolarga kirib qolgan. Barselona shubhasiz dunyodagi eng zo'r jamoalardan biri. Ular hozirda istalgan jamoani yutishi mumkin, ammo negadir ularda o'tgan yilgi kabi shijoat ko'rinmayotgandek. PSG jamoasida ham o'tgan yilgi dahshatli natijalardan keyin pasayish kuzatilmoqda. Bavariya klubi tobora vahshiylashib borayotgan bo'lsa-da, haligacha ularga nimadir yetishmayapti. Manchester City, Chelsea va Liverpoolning ahvoli esa hammamizga ma'lum. Fikrimcha hozirda dunyodagi eng kuchli klub Arsenal jamoasi. London jamoasi Yevropaning eng kuchli 36 jamoasi qatnashadigan Chempionlar Ligasida yakka peshqadam bo'lib turibdi. 7 o'yin, 7 g'alaba. APLda ham Arteta shogirdlari eng yaqin ta'qibchisini katta farq bilan ortda qoldirgan holda peshqadamlik qilmoqda. Jamoa hali birorta turnirni tark etmadi. Arteta o'ta mustahkam jamoa qurdi. Himoya, yarim himoya, hujum va hattoki darvoza ham o'ta balanslashgan. Hozirda Arsenalda istalgan futbolchi o'rniga zaxira varianti bor. Jamoa hozirda Yevropadagi istalgan jamoani yuta oladimi yo'qmi bilmadim, ammo shunisi aniqki, har qanday klub Arsenal bilan o'ynashdan qo'rqadi. Arsenal Chempionlar Ligasi va APLda favorit deb baholanyapti va bunga yetarlicha dalillar bor. Meni fikrimcha, Arsenal hozirda dunyodagi eng kuchli jamoa. Fikrimga qo'shilsangiz like bosib qo'ying. Xo'sh, sizningcha hozirda dunyodagi eng kuchli jamoa qaysi?